Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizda Respublika Olimpiadasi, ya'ni 11-sinflar uchun biologiya fanidan yozma savollarning bir qismi bo'lgan, ya'ni 25-savol tahlili bilan tanishib o'tamiz. Keling, o'sha savolni yechsak. Demak, bizga quyidagicha masala shartini o'qiyman, quyidagicha. Uzunligi 102 nanometrga teng bo'lgan DNK fragmentining birinchi zanjiridagi adenin nukleotidlari soni 80 dan tashkil etadi. Birinchi zanjirdagi timin nukleotidlari soni shu zanjirdagi adenin nukleotidlaridan 20 taga ko'p. Ikkinchi zanjirdagi sitozin nukleotidlari soni birinchi zanjirdagi timin nukleotidlari sonidan aynan 20 taga kam. Berilgan ma'lumotlar asosida DNK fragmentida umumiy vodorod bog'lari sonini aniqlaydi. Demak, bizga ya'ni umumiy DNKning uzunligi berilgan. Mana shu DNKning umumiy o'sha uzunligi asosida biz DNKning qo'sh zanjiridagi jami nechta nukleotid borligini aniqlaymiz. Demak, 102 nanometrni 0.34 nanometrga bo'lsam, bizda 300 soni kelib chiqadi. Aynan bu birinchi zanjirdagi umumiy nukleotidlar bo'ladi. Chunki bilamiz, DNKda birinchi zanjir ham, ikkinchi zanjir ham bir xil uzunlikka ega bo'ladi va ulardagi nukleotidlar ham bir xil bo'lganligi uchun biz zanjirni chizib olamiz. Demak, zanjirni qaytadan chizib olamiz. Demak, mana birinchi zanjir. Bu ikkinchi zanjir. Demak, bunda 300 ta nukleotid, bunda ham 300 ta nukleotid bor. Endi biz joylashtirib chiqamiz. Adenin, timin, adenin, guanin, sitozin, guanin tarzida ekan. Demak, bizga quyidagicha aytilyapti. DNK fragmentining birinchi zanjirdagi adenin nukleotidlar soni 80 dan tashkil etadi. Demak, bu birinchi zanjir, bu ikkinchi zanjir. Adenin 80 dan tashkil etadi. Adenin 80 dan. Demak, bizda bilamiz, DNKda komplementarlik xususiyati bo'ladi. Ya'ni bu 80 da bo'lsa, demak, unga qarama qarshidagi nukleotid ham 80 dan tashkil etadi. Endi bizda yana shart aytayaptiki, birinchi zanjirdagi timin nukleotidlari soni shu zanjirdagi adenin nukleotidlaridan 20 taga ko'p. Demak, bu 80 ta bo'lsa, bu timin bundan 20 taga ko'p bo'lgani uchun 80 ga 20 ni qo'shsak, 100 dan tashkil etadi. Demak, timin 100 ta. Demak, unga qarama qarshi bo'lgan adenin ham xuddi 100 taga teng. Demak, unga 100 ni yozib olaman. Endi yana masala shart berilyapti bizda. Ikkinchi zanjirdagi sitozin nukleotidlar soni birinchi zanjirdagi timin nukleotidlar sonidan 20 taga kam. Demak, mana bu sitozin timindan 20 taga kam. Demak, 100 dan 20 ni ayirib olsak, ikkinchi zanjirdagi sitozinlar soni kelib chiqadi. Demak, sitozin soni 80 ta bo'lgandan keyin unga komplementar bo'lgan guanin ham 80 tani tashkil etadi. Endi 300 ta. Bizda bu boshqa ma'lumot berilmagan. Demak, biz buni topib olishimiz kerak. Buni hisoblaydigan bo'lsam, demak 300 ta. Bu jami 260 ta bo'ladi. Demak, 260 ta ekan. Bizda 300 ta nukleotid jami bo'lgani uchun 300 dan 260 ni ayirsam 40 ta qoladi. Demak, 40 ta bo'lar ekan, bu ham 40 ta ekan. Endi demak, buni qo'shsak ham 300 ta, buni qo'ymasin, yig'indisini qo'shsak ham 300 ta. Bizdan so'rayotgani berilgan ma'lumotlar asosida DNK fragmentidagi umumiy vodorod bog'larini so'rayapti. Demak, adenin bilan timin o'rtasida doim ikkita vodorod bog' joylashadi. Guanin bilan sitozin o'rtasida 3 ta vodorod bog' joylashadi. Demak, biza DNKdagi o'sha umumiy vodorod bog'lar sonini topishimiz uchun faqat birinchi zanjirni topsak ham bo'ladi, ikkinchi zanjirni topsak ham bo'ladi. Chunki ikkalasi ham teng-ku. Bizda ba'zi o'quvchilar bor, misol uchun 600 ni, ya'ni misol bu ikkalasi 180 ta bo'lsa, 180 ga 180 qo'shib 2 ga ko'paytirib qo'yadi. Xato bo'ladi, chunki
Ikkalasi ham teng-ku. Biz birinchi adenin va timin o'rtasidagi vodorod bog'larining sonini topamiz. Demak, bizda ikkita vodorod bog' bor ekan. Demak, bizda adenin va timin 180 dir. Demak, 180 ni biz 2 ga ko'paytirsak, bundagi jami o'sha 360 ta vodorod bog' kelib chiqadi. 360 ta. Endi bizda guanin va sitozin o'rtasida 3 ta vodorod bog' joylashadi. Demak, bizda guanin va sitozinimiz 120 ta, 120 ta. Demak, 120 ni endi 3 ga ko'paytiraman. Chunki guanin va sitozin o'rtasida jami 3 ta vodorod bog' joylashgan bo'ladi. Biza buni 3 ga ko'paytirsam 360 ta vodorod bog' kelib chiqadi. Endi bizdan jamisini so'rayapti. Jamisi qancha? 360 ga 360 ni qo'shsak, bizda 720 ta vodorod bog' bo'ladi. Demak, bizda javob 720 ta vodorod bog' mavjud ekan. 360 ni qo'shdim, 720 ta vodorod bog' chiqdi. Mana aziz o'quvchilar, aziz abituriyentlar, bugungi mavzumiz, ya'ni bugungi tahlil ham o'z nihoyasiga yetdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu savol u darajada murakkab emas, faqatgina ozgina nazariy bilim va fundamental bilim talab etuvchi savol hisoblanadi. Sizlar bilan xayrlashib qolaman. Keyingi darslarimizda ham aynan biz ko'proq mana shu tahlillarga urg'u beramiz. Sog' va salomat bo'ling.